Bu Nokia iPhone 12 Pro'dan qimmatroq desam ishonasizmi? Gap Nokia 8800 haqida ketyapti. Qurilma 2008-yil dekabrda taqdim etilgan. Bugungi kunga kelib, holati va sifatiga qarab $400 dan $1000 baholanadi. Nega bunchalik qimmatligini sabablariga to'xtalsak, Nokia 8800 eng chidamli materiallardan tayyorlangan. Korpusning asosiy qismi yuqori sifatli po'latdan ishlangan. Ekran tirnalishga chidamli safir shisha bilan qoplangan. Ayrim ekzotik materiallar titan, uglerod tolasi va hatto 18 karatli oltin qoplama mavjud. Vazniga kelsak, anchagina og'ir va bu ishlagan insonga premium his beradi. Bu model ko'pchilik uchun o'sha davrdagi muvaffaqiyat va retro ramzi bo'lib qolgan. Hatto hozirgi smartfonlar davrida ham Nokia 8800 ishlatish odamning didi va o'ziga xos uslubga ega ekanligini ko'rsatadi. Taqqoslaydigan bo'lsak, bu mexanik temir soat taqish va eski Mercedes-Benz haydashdek gap.